Assalomu alaykum. Qarang, nachalnikdan bir kunga menga ruxsat oling, tishim og'riyapti, doktorga boray. Patenting bormi? 2 kun o'tib ketgan. Unda baloboni ko'chaga chiqib, Peterga chiqasa politsiya ushlab tiqib qo'yadi. Nima qilayman, o'laymi? Qovat bo'lganmi? Ha, Unda baniyat shifo deb qovatga nos tashlab qo'yasan. nos? Ota bog'larimiz shunaqiga o'tib ketadi. Bor. Jasur akaga nosmi? Hozir chotki bo'lasan. Hay, qo'y. Baniyat shifo. Qale, bormi og'riq? Ha? Tur sharmanda qilma. Tur, nachalnik kelyapti. Ay. Ha, nima boshlandimi? Nima boshlandi? Qornim og'riyapti. Og'riqda ekanman. Ha, og'riyapti qornim. Majin urdi yana senga. Upraflar ishimik bo'lsa, qornim og'riyapti. Doktorga borib kelay. Ruschani bilmaysan-ku. Qanday tushuntirasan qornim og'riyapti deb? Qornim og'rigan-ku deyman. Senga ko'z tekkan o'tgan kun shaharga chiqqaningda. Bitta silayma o'tib ketadi. Sen bor, non olib ket. Bo'lmadi. Sumbul sochidan kirgan bo'lsang-chi, kamon qoshidan kirgan